Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga eng ko'p masofa bosib o'tadigan long range bo'lgan Zikr ETX avtomobilini ko'rsatmoqchimiz. Avtomobil oq rangda 2025-yilda ishlab chiqarilgan va bu avtomobil aynan ko'plab qulayliklarga ega bo'lgan, lekin narxi arzonroq bo'lishini xohlaganlar uchun ajoyib tanlov deb hisoblayman. Nimaga desangiz, mana birinchi boshlaymiz alt qismidan. Aynan avtomobilimizda Stargate chiroqlar qo'shilmagan. Bu ko'pchilik kerak emas deb aytgan funksiya hisoblanadi. Buni o'zi 1200 AQSh dollari turardi. Bu avtomobilimizda ko'rib turibsiz, qo'shilmagan. Shuning uchun minimalizmni xohlaydiganlar, ya'ni avtomobil nisbatan arzonroq lekin qulay bo'lishini xohlaydiganlar uchun ajoyib avtomobil. Endi yon qismiga o'tadigan bo'lsak, avtomobilimiz birinchi o'rinda disklarni aytib o'tamiz. Avtomobilning o'zida bazaviy komplektatsiyada 19 dyumli disklar bo'ladi, lekin bunga qo'shimcha opsiya sifatida 20 dyumli disklar hamda shinalar o'rnatilgan. Shinalarga ahamiyat bering. Michelin Pilot Sport shinalari avtomobilimizda o'rnatilgan va bu yerda YEV yozuvi bor, ya'ni aynan elektromobillar uchun moslab chiqarilgan shinalar avtomobilimizda. Bu endi ikkinchi pozitsiya. Bu long range. Buni orqa g'ildiraklari harakatlantiruvchi hisoblanadi. Ikkinchi pozitsiya bo'lganining evaziga bunda pnevma podveskalar yo'q, lekin pnevma podveska bo'lmasa ham avtomobil yumshoq tarzda harakatlanadi. Old qismda ikki bo'g'inli mustaqil podveska joylashtirilgan bo'lsa, orqa qismda ko'p rechakli, ya'ni ko'p bo'g'inli to'liqligicha mustaqil podveska joylashtirib o'tilgan, ya'ni avtomobil yumshoqqina harakatlanib ketaveradi. Bu avtomobilimizda eshiklarda avtodveri, ya'ni avtomatik tarzda ochiladigan funksiya ham qo'shilmagan. O'zingiz kelib mana ruchkaga, ya'ni dastakka qo'lingizni tiqishingiz bilan avtomatik tarzda eshik ochiladi. Qolganini o'zingiz mexanik tarzda amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu eshiklarning avtomatik ochilib yopilish funksiyasi ham 2280 AQSh dollari edi. Bu avtomobilimizda aynan shu summa ham tejab qolinganligini bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Orqa eshiklar ham xuddi shunaqangi, qo'lingizni dastakka tiqishingiz bilan ochib beradi va orqa oynalarimiz 50% da zavod tomonidan kuydirilgan oynalar qo'yilgan. Tonirovka qilish deyarli hojati yo'q. Endi xohlasangiz ustidan yana qoplatib olsangiz ham bo'ladi. Oynalar to'liqligicha 2 qavatli mustahkam bo'lgan oynalar avtomobilimizga o'rnatilgan. Avtomobilimizning orqa qismi to'liqligicha monoqosh uslubida ishlab chiqarilgan, faqatgina mana shu yerda kameraning joyida uzilish bo'lgan. Ko'rib turishingiz mumkin, aynan qaylish chiroqlariga yonib turibdi. Bu o'chganda xuddi shu monoqosh davom etadi va bu yerda ham qizil to'xtash chiroqlari yonib turadi avtomobilimizda. Bu qaylish chiroqlarini yoqib qo'yganimizda ham bir ramziy ma'nosi bor. Hozir buni sizga ko'rsatib o'taman, qarang. Ko'rdingizmi? Yukxona ochilishi bilan qaylish chiroqlarimiz pastga ko'chdi. Ya'ni siz avtomobilda masalan o'chib qoladi-ku, avtomobil nimadir bo'lib ko'chada to'xtab qolganda orqa yukxonani ochsangiz, qaylish chiroqlari orqaga birdan tepaga chiqib ketmaydi-da, avtomatik tarzda pastga ko'chishni boshlaydi. Bu ham Zikr tomonidan bir shedevr loyiha desak bo'ladi. Endi qaysidir brenddan ko'chirgan bo'lishi mumkin, lekin shu yerda ham ajoyib yechim qilib ketganini baribir hisobga olishimiz kerak deb o'ylayman. Orqa o'rindiqlarimizni ko'rishingiz mumkin. To'liq elektron tarzda ichkaridan o'zidan boshqariladi. Bu yerdan boshqarib bo'lmaydi hamda bu pnevma podveskasi yo'q bo'lganining evaziga aynan klirensini tushirish va ko'tarish uchun tugmalar ham avtomobilda o'rnatilmagan. Mana bu yerda esa kattagina joy bor ekan. Bu yerga o'zingiz narsalaringizni ham yuklasangiz bo'ladi va undan tashqari avtomobilimizning o'zini mana bunaqangi nasoslar, ya'ni elektron nasoslari o'rnatib ketilgan va bu yerda ikkiga ajratilgan polkani ko'rishimiz mumkin. Siz ikki xil bo'lgan yuklaringizni ham aynan orqa qismini o'zida yuklab ketishingiz mumkin bo'ladi avtomobilda. To'liqligicha yana elektron tarzda yopiladigan yukxona va bu yukxonani siz sozlab qo'ysangiz bo'ladi 100% yoki 50% ga. Ya'ni avtomobil garajning ichida bo'lsa, bilasiz, ochib yuborsa tomga tegadi. Buni esa siz sozlanmalardan o'sha garajingizni balandligiga moslab sozlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda esa mana bunaqangi Zikr yozuvlari har doim yonib turadi. Eshik obshivkalariga ham ahamiyat bering. To'liqligicha bu yerda kombinatsiya qilingan qora hamda to'q kulrang charmlardan avtomobilimizga ishlov berilgan. Mana bu qismda esa aynan elektron tarzda eshikni ochadigan tugmamiz joylashtirib o'tilgan, ramkasiz eshik oynalaridan bu yerda ham maza qilib bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Xuddiki sport avtomobillariga xos bo'lgan ko'rinishga keladi. Bu yerda qo'shimcha oyna qo'yilgan va mana shu yerda qarang, rezinka qo'yilmasdan mana aynan katta oynada ham ko'rsangiz bo'ladi buni. Mana bu qismlarga rezinka qo'yilmasdan kichkina bu yerda rezinkadan aniqlab qo'yilib ketilgan. Mayda-mayda narsalar, ya'ni avtomobilimiz eshik yopilganda havo kirmasligi uchun, chang kirmasligi uchun shunaqangi kichik detallarga ham bu yerda katta ahamiyat berilgan va mana shu yerda ham oynalarni isitish funksiyasi bor, reflektor qo'yib o'tilgan. Men mana shu narsani birinchi bo'lib Audi A6 avtomobilida ko'rgandim.
Mana bu yerda ko'ryapsiz, aynan Xitoy avtomobillari ham Yevropa brendidan qolishmaydi. Va o'rindiqqa ham shu yerning o'zida to'xtalib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, o'rindiq to'liq elektron tarzda boshqariladi. Mana bu yerdan massajni boshqarishingiz mumkin. Undan tashqari esa o'rindig'imizda atamanka funksiyalari ham bor. Mana o'zi chiqib keladi atamankalari. Massajdan tashqari isitish hamda sovutish funksiyalari ham aynan ikkala old o'rindiqlarimizda mavjud. Ichki qismiga o'tirganingizda birinchi bo'lib ko'zingiz tushadigan narsa ambient chiroqlari. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib uchda shaklda ishlangan va juda katta. Oddiy boshqa Xitoy avtomobillarida ko'rgansiz, hattoki Lilarda ham kichkinagina shunchaki yorug'lik berib turadigan ambient chiroqlar bo'lardi. Bu yerda unga ham katta ahamiyat berib o'tilgan avtomobilimizda juda ham chiroyli tarzda yonar ekan. Rul qismiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, to'liqligicha rulimiz elektron tarzda sozlanadi. O'zingizga moslab sozlab olishingiz mumkin. Rulda ham xotira o'rnatsangiz bo'ladi. Undan tashqari 360 gradus kameralarimizni boshqarasiz. Adaptiv cruise controlni, multimediani ham shu yerda boshqarasiz. Mana bu qismda esa Face ID joylashtirilgan avtomobilimizda aynan adaptiv cruise controlda yoki avtopilotda harakatlanganda sizni uxlab qolmasligingizga javob beradigan tizim. Uxlab qolsangiz uyg'otishga javob beradigan tizim desak ham bo'ladi. Bu yerdan avtomobilimizni cho'tkalarini ishlatasiz, bu yerdan esa uzatmalarni amalga oshirasiz. Aynan gitarada joylashtirib o'tilgan head-up display avtomobilimizda mavjud. Bu yerda tabloyimiz ham bor. 2 marta qulaylik ushbu avtomobilimizda. Ko'pchilik masalan Lilarni ko'rganda yoki Depal X08 ni ko'rganda tablosi yo'q ekan, faqat head-up ekan, menga qulay emas deganlar uchun mana Zikr 7X avtomobilimizda ikkalasi ham bor va bu avtomobil long range bir to'liq quvvatlanishda 770 km masofa bosib o'tadi. Deyarli eng zo'ri desak, menimcha adashmagan bo'lamiz. Bu yerda kattagina tabloyimiz 15.6 dyuymda yoki 15.8 dyuymdagi displeyimiz o'rnatib ketilgan. Bu yerda avtomobilni ham to'liq shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi. Ishlashini ham qarang, juda ham tez. Ishlashiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Snapdragon chiplari o'rnatilgan avtomobilimizda to'liqligicha iqlimni, hamma narsani shu yerning o'zidan nazorat qilib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa mana bunaqangi o'zini освежителлari, ya'ni havoni tozalagichlari, havoga hid bergichlari ham avtomobilimizda mavjud. Mana bu tugmani bossangiz, bardashoklarimiz ham ochilib keladi. Bu yerga ham endi hujjatlarni solib qo'ysangiz bo'ladi. Hech qanaqangi bu yerda ochish uchun tugmalar qoldirib ketilmagan. Ikkitali bu yerda telefonlarimizni simsiz quvvatlash uchun joy qoldirilgan. Mana bu yerda esa stakan qo'yish uchun joylarimiz bor, ko'rishingiz mumkin va mana buni qarang, ochilishini. Ko'ryapsizmi? Juda ham zo'r. Aynan Toyota Prado avtomobillarida ko'rgandik. Bu yerda Zikr 7X da ham bor ekan. Bu yerda kattagina barimiz bor. Bu yerda ham o'zingizni kerakli bo'lgan narsalaringizni joylab ketsangiz bo'ladi. Bu o'rindig'imiz ham xuddi shunaqangi massaj funksiyasi bilan jihozlangan, to'liqligicha elektron boshqariladi, isitish hamda sovutish funksiyalari bilan jihozlab o'tilgan. Charmlar kombinatsiyasi ham juda ham ajoyib, perforatsiyali. Undan tashqari yuqori qism qora, pastki qism esa to'q kulrang charmlardan ishlov berilgan. Seriya desa ko'pchilik tushunadi. Endi o'zimizning tilda to'q kulrang bo'ladi. Shunaqa charmlar ishlatilgan avtomobilimizda. Chiroqlarini yonishiga ham ahamiyat berasiz bu yerda avtomobilimizni. Qarang, juda ham zo'r. O'zgarishiga ham ahamiyat bering. Sariq yoki oddiy oq bo'lib yonadi. Bundan esa aynan panorama tomimizni, pardalarini boshqarasiz. Bu yerda avariyaviy chiroqlar ham avtomobilimizning shu qismida, ya'ni yuqori qismida joylashtirib ketilgan. Orqa qator o'rindiqlari. Ko'pchilik avtomobillarda bilasiz, orqa qatorida hech narsa bo'lmaydi. Na elektron boshqaruv, na isitish, sovutish funksiyalari. Lekin bu avtomobilimizda endi Zikr 7X ga oldin qilgan obzorlarimizni ham ko'rgan bo'lsangiz bilasiz, mana bu yerda qo'shimcha monitor qo'yiladi, Face ID tizimlari, undan tashqari mana bu o'rindiqlarda massaj, noloyiy gravitatsiyalar qo'shiladi. U ham anchayin summa turadi. Bunda shu narsalardan ham tejab qolingan, ya'ni narxini o'zimiz bob qilish uchun ham shunaqangi maksimalni o'zimiz bob bo'lgan tejamkor avtomobil yaratilgan bu yerda, ya'ni qo'shimcha opsiyalardan. Lekin avtomobilimizning o'rindig'ini, aynan suyanchiqlarni siz elektron tarzda boshqara olasiz. Undan tashqari orqa o'rindiqlarda isitish funksiyasi ham mavjud. Mana bu yerda esa stakan qo'yish uchun joylarimiz o'rnatib ketilgan. Kattagina mana bu yerda mana gadjetlaringizni zaryadlashingiz uchun Type-C hamda USB portlarini ham ko'rishingiz mumkin ushbu avtomobilda. Mana bu qismda esa kichkinagina karmashka bor ekan, narsalaringizni yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerda esa, bu agarda avtomobilga siz muzlatgich buyurtma qilsangiz, adashmasam 500 AQSh dollar turardi. Muzlatgich buyurtma qilsangiz yechasizda. Mana shu yerdan ko'tarishingiz uchun aynan mana shu markaziy konsolimizni pastki qismida qo'l bilan ko'tarishga moslashtirilgan joy qoldirib o'tilgan. Panoramani ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, chiroyli avtomobilda bir o'zgachalik beradi va bu panoramamiz eng asosiysi yopiladi. Zikr 001 larda, Zikr 7X larda
Zikr 007 larda yopilmaydi. Aynan Zikr 7X avtomobilimizda esa ko'ryapsiz, panorama to'liqligicha yopiladi. Va avtomobilimizning orqa oynalari kuydirilganligini aytib o'tdim. Boya ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ko'ryapsiz, orqa oynalar o'zi shundoq ham kuydirilgan 2 qavat va bu yerda sizga qo'shimcha tarzda pardalar ham berib o'tilgan. Ko'ryapsiz, elektron tarzda ko'tariladi, elektron tarzda tushadi. Agarda siz eshikni ochadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda pardalar o'zi tushib ketadi. Juda ham zo'r bo'lgan qulayliklar avtomobilimizda berib o'tilgan. Boricha minimalizm, boricha narxdan tejalgan, lekin kerakli bo'lgan, odamga qulaylik beradigan narsalarni barchasi saqlab qolingan, barchasi qo'yib o'tilgan avtomobilda. Ushbu Zikr 7X avtomobilimizning orqa g'ildiraklari harakatlantiruvchi hisoblanadi va bu long range. Bu avtomobilimizda 422 ta ot kuchi bor. Avtomobilimiz 0 dan 100 gacha 507 soniyada qo'zg'aladi, maksimal tezligi esa 210 km/s ni tashkil qiladi. Va bunda batareyalari litiy ion batareyalar o'rnatilgan 3 talik va batareya sig'imi 100 kWh ni tashkil qiladi avtomobilda va bir to'liq quvvatlanishda 770 km masofani bosib o'tadi. Endi reallikda qancha? Bu CLTC standarti-ku, reallikda qancha desangiz, endi bilasiz, Zikr avtomobillari deyarli Xitoydagi eng premium klass elektromobillar hisoblanadi. Bu brendga tegishli bo'lgan hech qanaqangi gibrid avtomobillar yo'q, aynan Zikr nomi bilan ataladigan. Shuning uchun bu eng premium klass elektromobil desak, menimcha adashmagan bo'lamiz va bu aynan aytgan masofasini deyarli yurib beradigan avtomobillardan. Endi aytaylik 770 km masofa berilgan bo'lsa, 700 kilometrni sizga reallikda ayni avtomobilimiz bosib yurib bera oladi. Va bu avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan yangi avtomobil. Bu ham notariusga tayyor holatda nomerlari taqilgan, kelasiz yarim soatda nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Narxiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bilasiz, bizni birinchi olgan obzorimiz ham bor, YouTube kanalimizga o'tib ko'rsangiz ham bo'ladi. Unda birinchi pozitsiyasini xuddi shu narxda bergan edik. 44 ming AQSh dollariga. Endi esa sizga long range bo'lgan ikkinchi pozitsiyadagi avtomobilimizda aynan shu narxda, ya'ni 44 ming AQSh dollariga beramiz. Va utilizatsiya yig'imlari oshganini hisobiga bu avtomobilimizning narxi deyarli oshmagan. Hozir ayni xarid qiladigan payti pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing hamda avtomobilni xarid qilishga ulgurib qoling. Siz bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.